Everyone, welcome back to my YouTube channel. Bugungi videomizda biz 2026 yilgi Cadillac CT4V Blackwing haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bu avtomobil Cadillac kompaniyasining eng sportiv va haydovchiga yo'naltirilgan sedanlardan biri bo'lib, yuqori unumdorlik, aggressive dizayn, zamonaviy texnologiyalar va haqiqiy sport avtomobili xarakterini birlashtiradi. CT4V Blackwing ayniqsa tezlikni, aniq boshqaruvni va haydash zavqini qadrlaydigan avtomobil ishqibozlari uchun yaratilgan. Tashqi ko'rinishidan boshlasak, 2026 Cadillac CT4V Blackwing juda agressiv va sportiv dizaynga ega. Old qismida katta havo kirish joylari, Cadillacning o'ziga xos panjarasi va zamonaviy LED faralar joylashgan. Kuzovdagi aerodinamik elementlar avtomobilning nafaqat ko'rinishini yanada jozibador qiladi, balki yuqori tezlikda barqarorlikni ham yaxshilashga yordam beradi. Blackwing versiyasining sportiv xarakterini karbon tolali aerodinamik qismlar, kengroq kuzov detallari va maxsus g'ildirak dizaynlari yanada kuchaytiradi. Darga qismda esa sportiv diffuzor va to'rtta chiqindi gaz quvuri avtomobilning kuchli xarakterini namoyish etadi. Kaput ostida CT4V Blackwing kuchli 36 litrli twin turbo V6 dvigatel bilan jihozlangan. Ushbu dvigatel taxminan 372 o't kuchi va 325 pound-feet, ya'ni qariyb 6.3 Nm ishlab chiqaradi. Quvvat orqa g'ildiraklarga uzatiladi. Bu esa avtomobilga klassik sport sedanlarga xos haydash hissini beradi. 2026 yilgi modelda ham asosiy e'tibor kuchli tezlanish va haydovchining avtomobil ustidan to'liq nazoratiga qaratilgan. Transmissiya masalasida Cadillac CT4V Blackwing o'z segmentidagi eng qiziqarli avtomobillardan biri hisoblanadi. U 6 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi bilan taklif qilinishi mumkin. Shuningdek, tezkor inni pog'onali avtomatik transmissiya ham mavjud. Mexanik uzatmalar qutisi haydovchiga avtomobilni yanada faol boshqarish imkonini beradi. Avtomatik transmissiya esa kundalik foydalanishda qulaylik va tezkorlikni ta'minlaydi. Tezlanish ko'rsatkichlari ham juda ta'sirli. Avtomatik transmissiya bilan CT4V Blackwing do'rodan 60 mil/soatgacha, taxminan 9.6 km/soat tezlikka 4 soniyadan kam vaqt ichida chiqishi mumkin. Maksimal tezlik esa mos sharoit va konfiguratsiyaga qarab 30 km/soat atrofida bo'lishi mumkin. Bu ko'rsatkichlar avtomobilning oddiy sedan emas, balki haqiqiy yuqori unumdorlikdagi sport mashinasi ekanini ko'rsatadi. Shassi va boshqaruv tizimi Cadillac CT4V Blackwingning eng kuchli tomonlaridan biridir. Avtomobil yuqori unumdorlikka moslashtirilgan sport suspenziyasi, kuchli tormoz tizimi va aniq rul boshqaruvi bilan jihozlangan. Magnetic Ride Control texnologiyasi yo'l sharoitiga va haydash uslubiga qarab suspenziya qattiqligini moslashtirishga yordam beradi. Haydovchi turli haydash rejimlarini tanlab, avtomobil xarakterini kundalik qulaylikdan tortib agressiv, sport haydashgacha o'zgartirishi mumkin. Tormoz tizimida kuchli Brembo komponentlari ishlatiladi. Yuqori tezlikdan qisqa masofada xavfsiz to'xtash sport avtomobili uchun juda muhim bo'lgani sababli CT4V Blackwing tormozlari yuqori yuklamalarga bardosh berishga mo'ljallangan. Ayrim konfiguratsiyalarda karbon keramika tormozlari kabi yuqori darajadagi imkoniyatlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Ichki salonga o'tsak, 2026 Cadillac CT4V Blackwing sportivlik va premium hashamatni birlashtiradi. Salonda yuqori sifatli materiallar, sport o'rindiqlar va haydovchiga yo'naltirilgan boshqaruv elementlari mavjud. Old sport o'rindiqlari tezkor burilishlarda tanani yaxshi ushlab turishga yordam beradi. Rul esa sportiv dizaynga ega bo'lib, haydovchiga avtomobilning kuchli xarakterini his qilish imkonini beradi. Texnologiyalar bo'yicha Cadillac CT4V Blackwing zamonaviy raqamli displeylar, multimedia tizimi, smartfon integratsiyasi va premium audio imkoniyatlarni taqdim etadi. Haydovchi uchun muhim ma'lumotlarni ko'rsatadigan raqamli panel avtomobilning sportiv xarakteriga mos ravishda sozlanishi mumkin. Shuningdek, xavfsizlik va haydovchiga yordam beruvchi texnologiyalar ham mavjud bo'lib, ular kundalik foydalanishda qo'shimcha qulaylik yaratadi. CT4V Blackwingning yana bir muhim jihati uning trekka tayyor xarakteridir. Avtomobilning aerodinamikasi, kuchli tormozlari, yuqori unumdorlikdagi shassisi va orqa g'ildirakdan tortish tizimi sport trassasida haydash uchun juda mos. Shu bilan birga, u 4 eshikli sedan bo'lgani sababli kundalik hayotda ham foydalanish imkonini beradi. Ya'ni bu avtomobil bir tomondan ishga yoki kundalik safarga mos bo'lsa,
Ikkinchi tomondan dam olish kunlari sport haydash uchun ham ajoyib tanlov bo'la oladi. Dizayn, kuch boshqaruv va texnologiyalarni birlashtirgan 2026 Cadillac CT4 V Blackwing BMW M3, Mercedes AMG C63 va boshqa yuqori unumdorlikdagi sport sedanlar bilan raqobatlashadigan model sifatida e'tiborni tortadi. Uning asosiy afzalliklari: kuchli twin turbo V8 dvigatel, orqa g'ildirakdan tortish, mexanik uzatmalar qutisi imkoniyati, ilg'or suspenziya va haqiqiy haydovchilik zavqidir. Xulosa qilib aytganda, 2026 Cadillac CT4 V Blackwing hashamatli sedan qulayligini sport avtomobili ruhiyati bilan birlashtirgan juda qiziqarli model. Agar siz kuchli dvigatel, agressiv dizayn, boshqaruv va haydash zavqini bir avtomobilda izlayotgan bo'lsangiz, CT4 V Blackwing albatta e'tiborga loyiq. Bu Cadillac'ning sport avtomobillari olamidagi eng kuchli bayonotlaridan biri bo'lib, naviy texnologiyalar va klassik haydovchilik hissini birlashtiradi. Don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon for daily updates.